Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sizga nima yordam bera olaman? Kimni tug'ilgan kuniga tort qidirdingiz? Ayol kishiga tug'ilgan kun tort kerak. Ayol kishiga? Bo'ldi, ayol kishiga bo'lsa, men hozir sizga chiroyli variantlarimiz bor, ko'rsataman. Mana bu svejiy tortimiz bor edi, как раз ayol kishiga mos. Bemalol 8 ta 10 ta odamga yetkazsangiz bo'ladi. Buning Bo'ladi? sal pachorroq, bo'yi past buni. Ha, balandligi pastmi? Ha. Ha, hozir sizga baland tortimiz ham bor edi, как раз. Mana xuddi siz aytgandek baland tortimiz ham bor. Bu zakazga qilingan tortlarimizdan. Bo'ladimi? Buni nimani hisobini olib qilgansizlar? Buni kessa tarelkadan tushib ketadi. Balandligini qarang. Balandmi bu? Juda baland. Ha, hozir bo'lmasam yana bitta variantim bor, ko'rsataman sizga. Mana menimcha bu xuddi siz aytgandek variant bo'ldi. Unaqa baland ham emas, unaqa past ham emas. Bo'ladimi? Xohlasangiz ustiga yozib beraman nom joylariga. Buning ni tuda ni suda bu. Bo'lmaydi bu tortiz ham. Bu ham bo'lmadimi? Tushunmadim. O'zi tort qanaqa balandlikda bo'lishi kerak, aytinglar.